Hammaga salom do'stlar, bugun biz Qasoskorlar 5 haqida gaplashamiz. Nima uchun Loki Doktor Doomni to'xtatmayapti? Doktor Doomning qanday qobiliyati bor o'zi va nega Steven Strange Doktor Doomning jamoasida bo'ladi? Agar vaqtingiz bo'lsa, videoni to'xtatib shu 3 ta savolga o'z javobingizni yozib ko'ring. Menga juda qiziq bo'ladi. Mayli, oxirgi savoldan boshlaymiz. Qasoskorlar 5 va Qasoskorlar 6 filmlarining konseptlarida biz Doktor Strange va Doktor Doomning birga ishlayotganini ko'rdik. Aslida bunga ko'p hayron bo'lish shart emas. Komikslarda ham xuddi shunday bo'lgan. Doktor Doomning maqsadi multi-olamlarning iloji boricha katta qismini saqlab qolish, ammo buning uchun juda ko'p narsani qurbon qilishga to'g'ri keladi. Doktor Strange buni yaxshi tushunadi. Har holda u oldin jarroh bo'lib ishlagan va inson hayotini saqlab qolish uchun oyoqlarini kesib tashlash kerak bo'lsa, Strange bu ishni qiladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa Doktor Strange haligacha Kristinani sevadi va unga erishish uchun olamlarni yo'q qilishga ham tayyor. Buni biz agarda multseriallarda ham ko'rdik. Shunday ekan, Kristinani himoyalash uchun ham Strange Doktor Doom bilan birga ishlashni xohlaydi. Buning ustiga Strange temir odamga faqat bitta yo'l borligini barmoq bilan ishora qilgan sahnani eslang. Bu safar xuddi shu ishorani Doktor Doom qilsa, Strange aniq yo'q deya olmaydi. Doktor Strange 2 filmi voqealaridan so'ng Kleya ismli sehrgar ayol Strange'ni Dormammuning olamiga olib ketganini ko'rdik. Kleya ochgan portalda biz buni aniq ko'rishimiz mumkin, ammo bu ularning aynan Dormammuning yoniga ketishganini anglatmaydi. Yodingizda bo'lsa, Dormammu bitta emas, yuzlab olamlarni egallagan va hammasini bir vaqtda tekshira olmaydi. O'sha vayron bo'lgan olamlardan bittasida Doktor Doom o'ziga jamoa yig'ishi mumkin. Komikslarda ham Doktor Doom maxfiy urushlar boshlanishidan oldin vayron bo'lgan olamlardan bittasida o'ziga jamoa yiqqan va Doktor Strange'ni olib kelish uchun Qora oqqush laqabli ayolni jo'natgan va u ba'zi tomonlama filmda biz ko'rgan Kleyaga o'xshab ketadi. Ya'ni Doktor Doom Strange'ni chaqirib kelish uchun Kleyani jo'natgan bo'lishi mumkin. Shu tarzda ular bir jamoaga aylanishadi. Komikslarda bu jamoada molekulyar odam ham bor edi, ammo uni Franklin Richards bilan ham almashtirish mumkin. Shunday ekan, hammasi komiksdagidek ketyapti. Endi kinoga qaytamiz. Strange va Doomning do'st bo'lib qolishi ancha avvaldan Aku Crosso'larning rejasi bo'lganga o'xshaydi. Chunki Cheksizlik jangi filmida Tony Stark va Strange anchagina ko'p umumiy sahnaga ega edi. Shaxsan mening fikrimcha, o'sha paytlardayoq Aku Crosso'lar Robert Downey Doktor Doomga aylanishini reja qilishgan. Chunki Cheksizlik jangidan so'ng bu ikki rejissor negadir maxfiy urushlar filmini suratga olishni istab qolishgandi. Demak, o'sha paytlarda ularning Doktor Doom haqida rejalari bo'lgan. Yana mana bu sahnaga e'tibor bering. Strange o'zining sehr bilan Tonyga maqtanib qo'yganda. Bu shunchaki kichik hazildek tuyulishi mumkin, ammo komikslarda Doktor Doom ilm-fan va sehrni birlashtirgan odam deb ta'riflanadi. Ya'ni agar Tony sehr qilishni o'rganganida, u Doktor Doom bilan bir xil bo'lib qoladi. Endi esa Cheksizlik jangida Tony o'zini qanday tutishiga qarang. U sehrga qiziqyapti. Tony Strange'ning sehr qilishini diqqat bilan kuzatyapti. Strange'ning yopinchiqligiga qiziqish bildiryapti va umuman qo'lidan yana nimalar kelishini bilishni istayapti. Havo sharini shishirishdan boshqa nima qila olasiz? Sizning olamingizdan asraymiz, yigitcha. Doktor Strange filmidan bilamizki, hamma ham sehr qila olishi mumkin. Odamning xotirasi qanchalik kuchli bo'lsa, u shunchalik kuchli sehrgar bo'la oladi. Buni qanday uddalading? Buning mazmunini tushunish uchun kerakli bilimlarni qayerdan olgansan? Eslab qolish qobiliyatim kuchli. Diplom ishimni yozganda ham ancha asqotgan. Agar Strange shunchalik kuchli sehrgarga aylangan bo'lsa, Tony qanchalik katta potensialga egaligini tasavvur qiling. Tez orada Strange Tonyga emas, Tony Strange'ga maqtanadigan bo'ladi. Ko'pchilik muxlislar nega Loki haligacha Doktor Doomni to'xtatmayotganiga qiziqishyapti. Axir Loki hamma narsani ko'rib turadi. TVA ham hamma narsani kuzatib turishi kerak. Shu yilning 10-aprelida esa Marvel studiosi Doktor Doom haqida qisqa videoni taqdim etdi. Unda Miss Minute Doktor Doom haqida gapirib bergan. Shunday ekan, TVA Doktor Doomning hamma variantlarini doimiy kuzatib turishibdi. Unda qanaqasiga Doom Lokining taxtini egallashi mumkin? Javob esa shunday. Loki o'zi xohishi bilan Doktor Doomga taxtni bo'shatib beradi. Eslatib o'taman, Doktor Doom yovuz emas. Bu haqida Aku Crosso'lar ham qayta-qayta aytishmoqda. Yodingizda bo'lsa, bu ikki rejissor Cheksizlik jangida Thanosni salkam qahramonga aylantirishgandi.
tan oling. Cheksizlik jangidagi Thanosni to'liq yovuz deyish qiyin. Komiksdagidan farqli o'laroq. Doktor Doom esa hattoki komikslarda ham to'liq yovuz emas. Shunday ekan filmda Ako Kurosolar uni deyarli to'liq ijobiy qahramonga aylantirishadi. Asosiy jang sahnalari esa qasoskorlar va X odamlar o'rtasida bo'ladi. Ya'ni mutantlar qasoskorlarga qarshi jang qilishadi. Chunki ikki olam to'qnashganida ulardan bittasi yo'q bo'lishi shart. Yo'qsa ikkala koinot ham o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Shunday ekan qasoskorlar bu filmda Doktor Doom bilan jang qilishmaydi. Multi-olam muvozanatini tiklash uchun Lokiga Doktor Doom kerak. Shu sababli Lokining o'zi Doktor Doomga xalal bermayapti. TVAga kelsak, ular vayron qilinayotgan olamlarni kuzatishga qiynalishadi. Yodingizda bo'lsa, Loki serialida Silvia aynan shu yo'l bilan TVAdan yashiringanda. Shunday ekan Doktor Doom ham xuddi shunaqa joyda o'z jamoasini yig'ishi mumkin va TVA buni sezmayapti. O'zi qasoskorlar 5 filmi ko'p tomonlama Loki seriali bilan bog'liq bo'ladi. Ko'proq detallarni filmning treyleri chiqqanida bilib olishimiz mumkin. Qasoskorlar 5 filmining ilk treyleri 19-dekabr kuni Avatar 3 filmi bilan birga chiqishi aytilgan. Ammo ba'zi ma'lumotlarga ko'ra birinchi qisqa teaser undan oldin chiqishi ham mumkin. Shunday ekan ko'pi bilan 1 oy vaqt qoldi. Tez orada ilk teaser chiqadi va internet portlaydi. Yadro bombasi ham xijolat bo'lib qoladi. Yadroviy portlash qanchalik katta haroratda bo'lishini Cheksizlik kanalining videosidan ko'rib olishingiz mumkin. Bu kanalda ilm-fan sohasida ko'pgina videolar bo'ladi va qo'llab-quvvatlab tursangiz xursand bo'lardim. Qasoskorlar 5 filmining birinchi treylerida Doktor Doom bilan bog'liq sahnalar ko'p bo'lishi aytilmoqda va bu to'g'ri. Chunki menga hozir Lochin va Bakining yangi qasoskorlaridan ko'ra Robert Downey ijrosidagi Doktor Doom qiziq. Sizcha, Qasoskorlar 5 filmida kimga muxlislik qilasiz? Qasoskorlargami yoki Doktor Doomga? Fikringizni kommentariyaga yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.